50 mingta ajrim bu ko'pmi yoki kammi? Har yilgi statistikadan 5 barobar ko'p. Ajrashaman degan niyat bilan oila qurmaydi-da. Iloji yo'q, ajrashmasa bo'lmaydigan holat ham bor-ku. Masalan, o'zi ruxsat berilyapti. Ajrashadigan bo'lsa, xarajatlar ketdi osmonga. Qodir, kelinlikka qodir degan guvohnomani ham o'qitib berish kerak menimcha. Muammo er-xotin o'rtasida suhbat bo'lmayapti. Ko'p muammolarga duch kelyapmiz. Ular bormi, nima qilsa o'zi yaxshi bo'ladi. Nikoh bu ibodat, unga tayyorgarlik ko'rib kirish kerak. Shu yelkani tutib berish qiyinmi axir? Mana shu yelkani tutib, onasi ke, boshingni qo'y. Imom Buxoriy hazratlarining ajoyib gapi bor, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q degan. Qani edi, hech bo'lmasa mana shu kitoblarning bittasini o'qib, keyin oila qurganida Hamma oila ham sevgi, muhabbat ustiga qurilavermaydi. oxiri nima bo'lar ekan degan xulosa kutish shart emas-da. Biz kitob o'qimayapmiz, biz fikrlamayapmiz. Insonlar uncha-muncha narsalarga chidashi mumkin ekanda. Chamamda ko'p muammolarga duch kelyapmiz. Eng sevimli kitobimizdan ham uzoqlashganmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yurtimizda 9 oy davomida 50 mingta ajrim bo'lib o'tibdi. Bugun Said Abror domla bilan birgalikda mana shu narsalarning oldini olish mumkinmi, nima qilsa yaxshi bo'ladi degan xudo xolasa mavzuda suhbat olib boramiz. Agar videomiz yoqadigan bo'lsa, albatta like bosib, bu videoni boshqalarga ulashib qo'yasiz degan umiddamiz. Domla assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 50 mingta ajrim bu ko'pmi yoki kammi? Bu miqdoridan har yilgi statistikadan 5 barobar ko'p degan. Endi tabiiy savol tug'iladi-da. Agar bu ko'p bo'ladigan bo'lsa, buni oldini olishni biron bir choralari bormi, yo'l-yo'riqlari bormi, nima qilsa o'zi yaxshi bo'ladi? Chunki hech qaysi bir inson, na kelinlarimiz, qizlarimiz, na yigitlarimiz, kuyovlar ajrashaman degan niyat bilan oila qurmaydi-da. Hamma oila qurishdan oldin albatta bir baxtli, saodatli bo'lib ketaman, serfarzand, serdavlat bo'lib ketaman degan niyat bilan oila quradi, lekin yashash davomida nimadirlar o'zgaradi. Nima qilsa bo'ladi? Meni fikrimcha bugun umumiy holatda noshukrlik kayfiyati kengroq. Ammo o'sha nikohlanayotgan ikkita taraf nikohgacha bo'lgan holatda nikohning ilmini yaxshi bilmayapti. Ko'p holatda. Nikoh o'zi nima bu? Biz ko'p aytganmiz, ustozlarimiz ham aytgan. Nikoh bu ibodat, unga tayyorgarlik ko'rib kirish kerak deganmiz. U shunchaki bo'ldi to'y, artist chaqir, kamera, kortej bilan u nikoh emas-da bu. Bu orzu havas. Lekin nikoh ibodat bo'ladigan bo'lsa, ibodatni odam avval uni nima ekanligini bilish kerak-da. Erkak tomon ham, ayol tomon ham. Bundan masalan umumiy holatda men erkakni ham, ayolni ham ayblayman. Mana shu ajrimda. Endi juda imkoniyati yo'q holatda ajrayotganlar mana shu 50 mingtani chiqsa 1% chiqadi-da. 1% chiqmaydi ham. Iloji yo'q, ajrashmasa bo'lmaydigan holat ham bor-ku. Masalan, o'zi ruxsat berilyapti. Lekin aksariyati menimcha ilmsizlikni, nikohga o'ta sayoz va yuzaki qarashning natijasi deb bilaman. Va bunga haligi tasvirga olishdan oldin ham gaplashdik-ku, o'zingiz aytib qolganingizdek, uchinchi shaxslarning aralashuvi. Farqi yo'q, u oilada bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi, internetda bo'ladimi, farqi yo'q, uchinchi shaxsning aralashuvi ko'p holatda sabab bo'lyapti. Endi buni yechimi nima desa, meni o'zimni bir o'ylab kelganim, ko'proq kitob o'qish kerak. Zo'r. Har bir narsani ilmini o'rganish kerak. U-ku bu nikoh, bu bir umr yashaladigan narsa. Oddiy mana avtomobil haydamoqchi bo'lsangiz ham 3 oy avtomaktabga borib, o'qib, imtihon topshirib, keyin qo'lingizga guvohnoma beradi-da. Haydovchilik guvohnomasi. Men aytardimki, shu haligi kuyovlikka qodir, kelinlikka qodir degan guvohnomani ham o'qitib berish kerak menimcha. Eng kamida bir 3 oy. Nikohga tayyorlab, o'qitib, mana kim o'qitadi uni? Hukumatimiz, davlatimiz, tegishli tashkilotlar o'zlari hal qiladi-yu. Men taklif sifatida aytamanki, ularni o'qitib nikohga tayyor holatda keyin qo'liga bu erlikka hazil ma'nosida aytayapman, bu xotinlikka loyiq degan guvohnomani keyin berib nikohlash kerak. O'zi siz aytgandek misol agar oladigan bo'lsak, guvohnoma mashina haydash uchun nimaga kerak degan savol tug'iladi-da. Nimaga kerak? Ertaga haydovchi bo'lib o'tirgan masalan inson mashinasini urib qo'ymasin.
talofat yetkazmasin, moddiy, ma'naviy qanaqangi zarar yetkazmasin. boshqalarga. Odamlarni urib ketmasin. Masalan, qizil chiroqda to'xtashlik kerakmi? To'xtashni o'rgansin. Boshqalarning haq-huquqlari rioyasi bor. Ya'ni bu guvohnoma ertaga o'ziga moliyaviy zarar olib kelishiga, masalan, jarima. Ertaga tezlikni oshiradigan bo'lsa, jarima keladi. Shunda. Pul, moliyaviy zarar. Xuddi shunday ertaga agar u o'qimasdan bu kabi oilaviy masalalarni bilmasdan uylanadigan bo'lsa, shuncha to'y qildi, shuncha xarajat qildi. Ajrashadigan bo'lsa, xarajatlar ketdi osmonga. Shu va shu kabi. Endi bu xarajatlar-ku mayli, domla. Lekin taqdirlarchi? Umrlar. Umrlarchi? Masalan, yaxshi niyat bilan biz masalan qiz farzandlarimizni o'stiramizda, qizimizni bersak, ertaga ozgina vaqtdan keyin masalan ajrashadigan bo'lsa, biz xafa bo'lamiz. Yaxshi niyatlar bilan o'g'il o'stiramizda, o'g'ilni uylantirib joylashtirgan paytimizda kelinlarimiz noqobil chiqib qoladigan bo'lsa, bu yerda yana taqdirlar. Aytganingizdek boshida qancha tirik yetimlar qolishligi ehtimoli bo'lib qoladi. Shuning uchun hurmatli azizlar, biz albatta tavsiya qilgan bo'lardik. Bir kun kitob do'koniga kirdim. Kitob do'koniga kirdimda, endi bizning mavzuyimiz oila bo'lganligi uchun yangi kitob chiqdimikan deb qarab chiqaman-da. Bir nechta chiqqan ekan. Keyin kitob javoniga qarasam, bir javonni to'ldirib faqat oila mavzusiga kitoblarni yig'ib qo'yibdi. Qarayman, oila. 50 ta 100 tacha nomdagi. 100 ta emas u. Keyin hammasini bir qator qilib terdim. Kichkinagina polkachasi bor ekan, javoni. Shu yerga qo'ydimda, bir chetdan telefonga syomka qilishni boshladim. 40 tacha. Keyin o'sha joyda aytdim. Qani edi, hech bo'lmasa mana shu kitoblarning bittasini o'qib keyin oila qurganida, men aniq ishonaman dedim, ajrashishlarning sonini kamaytirish mumkin edi. Hozir turli xil mavzularda kitoblar bor, shular jumlasida oila mavzusida ham. Domla, yana savol tug'iladi. Hop, uchinchi shaxslar haqida biz gapirdik. Uchinchi shaxslarni-chi, ularni qanday qilib tarbiyalasak bo'ladi? Masalan, kuyov o'qidi kitob. Oilaga tayyor. Kelin o'qidi. Oilaga tayyor. O'zaro mehr-muhabbat bor o'rtasida. Lekin uchinchi shaxslar, ba'zan qaynonalar, qaynotalar, ajrashib kelgan qayni opa, qayni singillar bo'lsa ham juda ham yomon holat bo'ladi. Yoz qaynog'alar ham maydalash ketyapti. Nima qilsa bo'ladi bunaqa paytda? Er-xotin bir-birini yaxshi ko'radi, lekin uchinchi shaxslar sababli yashab bo'lmaydigan darajaga kelib qolishadi. Xo'p, vatandoshimiz Imom Buxoriy hazratlarining ajoyib gapi bor, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q degan. Biz ilm deganda faqat shu doktorskiy yoqlab shunaqa qilib yurganlar nazarda tutyapmiz. Yo'q, har bitta narsaga ilm kerak. Endi shuni savolingizga bog'layman. Dunyoda eng ko'p kitob o'qiydigan, yaqinda men shu ulashdim ham, adashmasam shu ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p kitob o'qiydigan top 10 ta davlatni ro'yxati chiqdi. Afsuski biz hatto 100 talikda yo'q ekanmiz. 100 talikda yo'qmiz domla. Bu nima degani? Biz kitob o'qimayapmiz, biz fikrlamayapmiz degan. Kitob o'qigan odam fikrlaydi. Men ko'p joyda aytganman. Qanaqa qizni kelin qilay, qanaqa bolani kuyov qilay deganda yoki qanday oila bilan quda bo'lay deydi-da, masalan, uchinchi shaxslar. Qanaqa odamlarni farzandlarini kelin yoki kuyov qilay desa aytamanki, uyida kitob javoni bor, kitob o'qiydigan, mutolaa qiladigan oiladan qiz yoki kuyov, kelin yoki kuyov qiling deyman. Mutolaa qilinadigan oilada u oila mayda-chuyda narsalarga e'tibor qaratmaydi. To'g'ri, undan oldingi qoida bor. Xudodan qo'rqadigan insonlar bo'lish kerak. Lekin Xudodan qo'rqadigan odam bo'lish uchun ham kitob o'qish kerak-da, domla. Yoki hech bo'lmaganda kitob o'qiydiganlarni eshitish kerak. Ilmga ozgina muhabbatli bo'lish kerak-da. Na o'zi kitob o'qimaydi, na kitob o'qiydiganlarni eshitmaydi, na hech bo'lmaganda ilmlilarni yaxshi ko'rmaydigan oila, faqatgina pulni sevadigan oilaga, faqatgina dunyoning asosiy ustuni sifatida ko'radigan oilalardan qiz ham olishni, qiz ham berishni men tavsiya qilmayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Tavsiya qilmayman. Bobom rahmatli aytardilar-da. Bobom rahmatli yoshlari ulug' bo'lganda ham 92 yoshda vafot etgan, doim kitob o'qirdilar yoki gazeta o'qirdilar.
O'sha paytda chiqqan gazetalarni o'qirdilar. Gaplashsangiz butun dunyoni kezgan odam bilan gaplashgandek bo'lasiz. Bolam, mana shu kitob o'qimaydigan, kitobdan uzoqroq bo'lgan odamdan sen ham uzoqroq bo'l der edi. Hmm. Chunki u odamni bobom rahmatli sal qo'polroq o'xshatish qilgan, lekin bugun 100% isbotini ko'ryapman men. Umuman kitob o'qimaydigan odamlarni hayvonlardan ko'p ham farqi yo'q der edi. Chunki u ham yeb ichib hali yotib dam olish uchun yashaydi, bu ham shu. Farqi yo'q. U boymi, kambag'al. Yana bitta joyini qo'shib qo'yaylik. Boylik ilmga qarab berilmaydi. Halovat bilan baxt, lekin ilm orqali erishsa bo'ladigan narsalar. Zo'r. Lola, menda qo'shimcha bor. Sizni hozirgi tavsiyangiz bu oila qurishdan oldin nima qilish to'g'ri bo'ladi degan savolga javob bo'ldi. Shunday. Endi agar oila qurib bo'lgan bo'lsa-chi, endi yashab turibdi, xotin bir-birini yaxshi ko'radi-yu, lekin uchinchi shaxslar bo'lsa-chi degan paytda men tavsiya qilgan bo'lardim yigitlarga. Agar siz haqiqatan ayolingizdan masalan yaxshi ko'rib oila qurgan bo'lsangiz va ajrashish niyatingiz bo'lmasa, onadan biz voz kecha olmaymiz. Otadan ham xuddi shunday, jigarlarimizdan ham xuddi shunday. Biz yigitlarga tavsiya qilgan bo'lardik, mana shu paytda yigitlar vaziyatni masalan ajrashish holatidan oldin olish mumkin. Qanday qilib? Bu yerda kelinni kimdir xafa qiladigan bo'lsa, sekin ichkariga kirib turib, xotin, onasi, iltimos, bu meni onam, biroz sabr qilgin. Men onamga qarshi chiqa olmayman, lekin seni ham yaxshi ko'raman. Men yoringdaman-ku. Men seni yaxshi ko'raman-ku. Biron narsa kerak bo'lsa men turib beraman-ku. Men yelkamni tutib beraman-ku. Menga suyansang bo'ladi. Deydigan bo'lsa, ayol kishi uncha-muncha narsalarga sabr qilishi mumkin ekanda. Shunday. Yaqinda bir kitobda o'qidim. Ajrashishni sabablaridan bittasi deyilibdi, umidlarning uzilishi. Ya'ni kelajakda umid yo'q bo'lsa, mana shu paytda endi insondan ajrashgacha borar ekan. Agar ayol kishida umid bo'lsa yoki erkak kishida ahamiyati yo'q. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, hali o'nglanadi, tuzaladi, yaxshi bo'lib ketadi degan umid bo'lsa, insonlar uncha-muncha narsalarga chidashi mumkin ekanda. Uncha-muncha narsalarga sabr qilishligi mumkin. Shuning uchun biz aytamiz, shaxsan men aytaman, yigitlar, erlar oilani ajrashishini oldini olishlik uchun uncha-muncha qo'lida imkoniyat bor, faqat bundan foydalana bilishlik kerak-da. Ba'zan o'sha yelka haqida video chiqargan paytimda qaniydi biz ham mana shunday erlarimizga suyana olsak degan izohlar bo'ldi video ostida. Mana shu yelkani tutib berish qiyin axir. Mana shu yelkani tutib, onasi ke, boshingni qo'y, menga suyan, men turib beraman, men qo'llab-quvvatlayman. Bunda xarajat ham talab qilinmaydi, mashaqqat ham talab qilinmaydi, biron bir joyga safar qilish ham talab qilinmaydi-da. Shunchaki mana shu yelkani tutib berish. Men o'ylayman, xudo xolasa, agar yigitlarimiz yigit bo'lib, mard bo'lib, erkak bo'lib agar yashaydigan bo'lsa, ajrashishlarni sonini kamaytirsa bo'ladi. O'sha yelkani tutish uchun ham domla men shuning uchun aytdimki, boya haligi odamda biroz tafakkur bo'lish kerak-da. Uning uchun ham kitob o'qish kerak. Masalan, bo'lgan voqeani aytay. Bir yigit juda nima deydi? Ko'charoq bola edi. Umuman xotiniga yaxshi gap gapirmas ekan. Mutlaq. Xotin umidni uzib bo'lgan. Ajrashamanga tushgan. Bitta bolasi bor. Keyin bizga tanish bo'lganligi uchun 2-3 kishi o'rtaga olib nasihat qilib boshladik. Nasihatni ham olmayapti. Keyin men aytdimki, menga qara. Hazrat Umarning bir gaplari bor. Men yaxshi ko'rmayman deyapti-da. Men yaxshi ko'rmay olganman. Shunchaki uylanish kerakligi uchun uylanganman deyapti. Keyin men aytdimki, menga qara. Hazrat Umarning gaplari bor. Hamma oila ham sevgi, muhabbat ustiga qurilavermaydi. Aksar oilalar rahm shafqat ustiga, g'amxo'rlik ustiga quriladi. Sen unga shu rahm shafqat ko'rsatgin shu ayolga, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedik-da. Keyin u bolani hali kumir dedi-ku, kumiri Hazrat Umar ekan. Lekin o'qimagan Hazrat Umar haqida, shunchaki filmini ko'rgandir, eshitgandir u yoq bu yoqdan. Keyin uni qo'liga mana shuncha kattalikdagi Hazrat Umar degan kitob bor. O'sha kitobni hadya qildim. Shuni o'qib chiqdi sen dedim. O'qib chiqdi bir oy ichida avvalgi haligi tanishimdan
mutlaq farq qiladigan, tubdan farq qiladigan odamga. Ajoyib. Ya'ni yana aytamanki, o'sha yelkani tutish uchun ham, oilada ko'prik bo'lish uchun ham domla baribir kitob o'qish kerak. Hech bo'lmaganda hayotiy zarur o'qilishligi shart bo'lgan kitoblarni, oilaga oid kitoblarni o'qib chiqish kerak. Boshqacha yechim yo'q. Hozir shu joyda bitta bo'lsa ham kitob tavsiya qilib keting. Albatta tavsiya qilaman men. Mana shu Qulog'im senda qizim. Bu kitobni ota-onalar birinchi o'rinda o'qish kerak, qizlar o'qish kerak. Bizda aksariyat holatda endi kitoblarda ham keladi-ku, ayollar sal hissiyotga beriluvchan bo'ladi, ayollar noliydigan bo'ladi deydi-ku, lekin domla ayollar o'zi nolimaydi odatda. To'g'ri. U nimadir sabab bor-da, uni tagida nolishiga. Xuddi mana shu dardini kimga aytishni bilmayotgan qizlar o'qisa, qizlar uchun ham foyda, qizini tushunmayotgan ota-onalar uchun ham foyda, uylanmoqchi bo'lgan yigitlar uchun ham foyda, uylanmoqchi bo'lgan yigitlarning ota-onasi uchun ham foyda. Agar mana shu kitobni o'qib chiqsin, o'zi 397 bet ekan. Mana shu salkam 400 betlik kitobni o'qib chiqsa, inshaalloh men ishonchim komil holatda aytaman, aksariyat oilalarda, aksariyat qizlar, yigitlar, ota-onalarda bugungacha o'ylab yurgan hayotiy stereotiplari o'zgaradi. Zo'r. Mana shu kitobni tavsiya qilaman. Hop, bitta narsani kuzatib boraman, oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlanib ketdi. Erkakda ham tarmog'i bor, virtual hayoti, ayolda ham virtual hayoti bor. Oilaga keladigan bo'lsa, uyga kelsa, xotinni o'zaro suhbati kam bo'lib qolganda, ertada masalan oilada mehr munosabat bo'lmagandan keyin xuddi begonadek, qo'shnilardek, xonadoshdek yashaydi, bir-biri bilan umuman ishi yo'q. Mana shu muammo va ba'zan o'sha sovuqchilik paydo bo'lgandan keyin ajrashishga olib borishligi mumkin. Biz boshqa kitobni tavsiya qilamiz. Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar degan kitob bor. Men o'zim o'qiyapman, to'g'ri, rosa zo'r ekan. Bu kitobni birdaniga o'qib tugatish shart emas. Yaxshi tomoni, haligi soatlar davomida o'qish, oxiri nima bo'lar ekan degan xulosa kutish shart emas-da. Mana shu kitobni o'zida 173 kechaga mo'ljallangan, 173 kechaga mo'ljallangan mavzular bor-da. Bir kunda masalan 3-5 daqiqa agar vaqt ajratiladigan bo'lsa, xotin va farzandlar bilan oila davrasida o'qiladigan bo'lsa va muhokama qiladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Muammo xotinning o'rtasida suhbat bo'lmayapti, suhbatga mavzu yo'q ba'zan. Nimani gaplashishni bilmaydi. Mana shu kitobni xudo xolasa o'qiydigan bo'lsa, mana ko'rsatib qo'yaman. Nomi ham ajoyib. Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar. Xudo xolasa albatta suhbat uchun mavzu topiladi. Shunday. Suhbatlashgandan keyin o'zaro mehr, muhabbat ham ortib boradi. Asosiysi bunda yozilgan narsalarga amal ham qilishlik kerak bo'ladi-da. Men aynan o'sha Hassan Shamsi Poshshoni yana bitta kitobi bor, Oqshom go'zalliklari degan. Adashmasam buni davomi o'qib boshladim. Mashalloh, haqiqatda go'zal. Zo'r kitob. Juda ham go'zal, men ham tavsiya qilib qolaman. Aytganimizdek, soatlar davomida bunga o'tirib, bosh qotirib, og'ir emas, juda ham yengil, o'qishlikka mazza qilasiz va aytganimizdek, hech bo'lmasam o'qimayman degan odam ham 3 daqiqa kitob o'qishlikka qo'ldan keladi-da. Foydali bo'ladi. Albatta bunga amal qilinsa yaxshi bo'ladi. Domla, suhbatimiz juda mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Cho'zib o'tirmaymiz odamlarning vaqtini. Odamlardan so'raymiz, agar mabodo sizga mana shu kabi mavzular qiziq bo'lsa, zerikib qolmagan bo'lsangiz, yana mana shu mavzularda suhbatlar bo'lsa, eshitishga tayyormiz deydigan bo'lsangiz, video ostida shunchaki kommentariyada, izohda yozib qo'ying, davomini chiqaringlar yana desanglar, xudo xolasa keyingi videolarni yana mazmunliroq va uzunroq qilishlikka harakat qilamiz. Sizni vaqtingizni foydaliroq o'tkazishlikka harakat qilamiz. Domla, so'zlaringiz bormi? Kitobdan uzoqlashib ketganmiz. Shuning uchun biz chamamda ko'p muammolarga duch kelyapmiz. Eng sevimli kitobimizdan ham uzoqlashganmiz. O'sha vatandoshimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziylar yozgan kitoblardan ham uzoqlashganmiz va bugungi kundagi mana bunga o'xshash siz ko'rsatgan kabi kitoblardan ham uzoqlashganmiz. Biz kitobdan uzoqlashgan sari muammolar girdobida qolib ketaveramiz. Shuning uchun kitobdan uzoqlashmang,
o'zimizni hayotimizdan kelib chiqib aytaman, men doimo qanaqadir muammoga kirsam, musibatga duch kelsam, albatta kitobga qaytaman. Dastlab o'sha qalbim rozi bo'ladigan sevikli kitobimizga va undan keyin boshqa kitoblarga qaytib, shundan yo'l topib, alhamdulillah go'zal hayotni Alloh taolo bir qancha tanishlarimizga nasib qilgan, shu qatori bizga ham bardavom qilsin. Kitobdan uzoqlashmaslikni tavsiya qilaman. Qo'shuv belgisini qoldirsa, hech bo'lmasa izoh yozira olmasa, plus qoldirsa ham biz keyingi ko'rsatuvni chiqarishni maslahatini qilamiz. Oilaviy muammolar juda ham ko'p aslida. Aytganimizdek 50 mingta oila uchun ajrashishlikka turli xil sabablar bo'lgan va agar aytganimizdek ma'qul keladigan bo'lsa, boshqa sabablarni boshqa ko'rsatuvlarda, boshqa videolarimizda gaplashib o'tamiz. Muammo haqida gaplashamiz va muammoni yechimini Yechimlari ham. taklif qilamiz. Faqat muammoni o'zi emas. Yechimini ham taklif qilamiz inshaalloh. Hammaga rahmat, salomat bo'lasiz.